orqa miya endi bizda shunaqa joylashganki, orqa miyamiz bor. Orqa miyani bo'yin kengligi, ko'krak, bel kengligi va bunaqa pastki qismi bor. Xo'p. Endi bizda bas kasalligi bor. Bas kasalligi bu yon amiotrofik skleroz deydi. Yon amiotrofik sklerozni tushunish uchun biz bu orqa miyani ko'ndalang kesimini bilishimiz kerak. Bu juda anatomiya. Bu oddiy aholi uchun bu juda miya ko'tarmaydi. Ular oddiy tabiblarning gapini ko'taradi. Avval aldab qo'ysa ko'tarishaveradi, lekin bunaqa murakkab narsani ko'pchilik ko'taradi. Iminni orqa miyani ichini ko'rganimizda, orqa miyani ichida bizda bunaqa kapalaksimon modda bo'ladi. Buni biz kulrang modda deymiz. Atrofida oq modda bo'ladi. Nima deyiladi bizda? Qatiq, miyani qatiq deyiladi. Bizda mana shuni kulrang moddasi, oq moddasi bor. Bularda ko'proq aynan kulrang moddada zararlanish, ya'ni oldingi shox deb turadi bizda. Oldingi, orqa, yon shoxlar bo'lsa, iminni oldingi shoxda harakat motoneyronlari joylashgan. Agar oldingi shoxlar zararlansa, ularda ko'proq bo'yin qismidagi o'sha bo'yin qismi deymiz, aynan bo'yin kengligi deymiz, aynan shu joydagi oldingi shoxlarda yemirilish bo'lib qolgan. Natijada bu yerdan impuls mushakka kelmayapti. Aniqrog'i tashqi muhitdan kelgan informatsiyani qabul qilish yo'q. Bu yerda demak bizda informatsiya o'tmayapti. Tushunyapsizmi? Endi hali sezgi yo'llari orqali informatsiya birinchi miyaga boradi. Miyadan harakat yo'li bo'lib turib, u miyadan keladi, kelib qarama-qarshi tarafga o'tib, oq modda o'tkazuvchi yo'liga keladi, batdan oldingi shoxga beradi. Aynan mana shu joyda oldingi shoxga kelganda uzilish bo'lyapti. Ya'ni tok o'tib kelib turib, buni o'rtasidan bo'lib qo'ysangiz, buni svet yonadi, bunisi yonmaydi. Natijada mushakni oziqlantirish vazifasini ham bajaradi bu. Mushak ozib ketyapti. Impuls kelmagandan keyin, u ishlamagandan keyin xolis miyom oziydi. Natijada mushak ozyapti va bularning harakatda cheklanishi bo'lyapti. Shuning uchun aynan bularda hozir shu yon amiotrofik skleroz, nafaqat oldingi shox, balkim o'tkazuvchi yo'llar zararlangan bo'lishi ham mumkin. Sababi bularda Babinskiy boshqa belgilar bor-da, musbat, bu kortikospinal yo'llarni zararlanganligini ko'rsatadi. Tushunarli. Bular dorilari bor, dorilarni beramiz. Undan tashqari o'sha o'zlarini o'sha fizioterapiyalar deydi, mashqlar deydi, ular beriladi. Xudo xolasa asta-asta ushlash kerak, sostoyaniyani yomon bo'lishini oldini olib qolish kerak. Tushundingizmi? Shunda endi a'zolarini ham ushlayapti. Oqshom uxlayotganimda qanaqa qilib tez bo'lib sezmay qoldim. Olasiz, o'tirib olavering. Kasalligi degani bu bizda mana orqa miyadan, misol, bosh miyadan nervlar chiqadi ko'pga. O'sha bizdan ko'pgina 31 juft periferik nerv chiqadi, orqa miyadan 12 juft bosh miyadan nerv chiqadi. Buni biz periferik, markaziy emas. Bosh miya zararlanmagan bo'ladi, orqa miya zararlanmagan qoladi. Imindan o'sha orqa miyadan chiqqan nervlarda shikastlanish bor. Mana shu nervni men sizga kattalashtirib ko'rsatadigan bo'lsam, bunday katta qilib manaqa simga o'xshagan narsa bo'ladi-da bu. Bu oyoqqa, qo'lga, qayer harakatlansa o'sha hamma joyga nerv boradi. Mana shu oyoqlarga ketgan nerv. Bularning ustida maxsus qobiq bo'ladi. Qobiq bo'ladi maxsus. Biz u qobiqning nomini miyelin deymiz. Bunaqa bo'lib, mana ko'rdingizmi? Ustida mana qobiq bo'ladi. Buni tagida akson bo'ladi. Iminni impulslar mana shu nervdan, ya'ni periferik nervdan oyoqqa, qo'lga boradi. Bularda hozir qo'pol qilib aytganda zamikaniya bo'lyapti. Ya'ni impuls yetarlicha oyoqqa bormagan uchun harakat yo'q. Nerv ishlamayapti. Harakat yo'q. Ikkinchidan sezgi tolalari shikastlangani uchun og'riq kuchli bo'ladi. Plus bularda mana shu ustida turibdi-yu, akson set ustida miyelin va boshqa desak, mana shu miyelin yemirilyapti. O'shani hisobiga og'riq. Usti yemirilganligi uchun impuls endi tez o'talmayapti. Sekin o'tyapti. Chunki impulsni tez o'tishi ko'p jihatdan miyelinga bog'liq.
Qancha miyiling yemirilsa, shuncha impuls, ya'ni tok, qirg'izcha qilib aytganda, o'tishi qiyin bo'ladi. Natijada oyoq holsiz, sezgi tolalari shikastlanganligi uchun og'riq, kuchi yo'q, hokazo bo'lib, mana shu biz ana elektroneuromiyografiya qildik-ku. Nimaga uni qildik? Mana shu nervlar shikastlandimi, yo'qmi, aniq shumi, yo'qmi? O'zimizga isbotlab olaylik shu narsani degan maqsadda NMGga jo'natdik. NMG aytayaptiki, miyelin ham yemirilyapti. Uni tagidagi aksonda ham shikastlanish bor deyapti. Ikkalasida ham shikastlanish bor deyapti. Bu lekin bugungi kechagi narsa emas. Bu sizlarda o'sha necha yil dedingiz? 3 yil. O'shanda boshlanib, avjlanib, o'sha surunkali poliradikuloneropatiyaga o'tib qolgan. Boshqacha qilib aytganda, surunkali yallig'lanish bilan kechuvchi, demilinizatsiyalanuvchi poliradikuloneropatiya. Mana shunaqa uzun tashxis. Bunga sabab nima desa, katta ehtimol ana revmatologik faktorlar ham olib keladi. Revma progress qanaqa baland? Esgativ blok baland, revma faktor baland. Buni ichida qon tomirlar bor-da, nervlar ichida. Bular vaskulit chaqirib qo'yadi. Vaskulit nima? Mayda qon tomirda yallig'lanishi. Mayda qon tomiri yallig'langandan keyin bular qon yaxshi yetib bormaydimi nervga? Natijada nervning miyellarida yemirilish bo'lish ehtimoli baland. Gapirsa gap ko'p, tibbiyot bu murakkab narsa.